Mamlakatimizda jamiyatimizning barcha jabhalari singari tibbiyot tizimida ham amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqimiz salomatligini mustahkamlash, profilaktika, diagnostika va davolash ishlari samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib kelmoqda. Biz barcha sohalardan ham tibbiyot sohasiga alohida e'tibor ko'rsatdik. Chunki bosh maqsadimiz xalq salomatligini saqlash, sog'liqni yanada mustahkamlash deya ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari. Bugun Farg'ona tumani Vodil qishlog'i markazida aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida tadbirkor Otabek Madxoliqov tomonidan asos solingan Humo Medservice diagnostika markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, mutasaddilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Loyiha qiymati 4,5 milliard so'mni tashkil qilib, 28 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan ushbu zamonaviy klinika Vodil qishlog'i aholisi salomatligini muhofaza qilish, tibbiy xizmat sifatini oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz 2022-yil 212-sonli qarori bo'yicha Farg'ona tumani Vodil shaharchasida Humo Medservice klinikasini tashkil qildik. Klinikani ochishdan maqsad aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va insonlarga yengillik yaratish maqsadida tashkil qildik. Sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida endilikda tibbiy xizmatning asosiy vazifasi kasalliklarni birgina davolash emas, balki ularning oldini olish, aholining salomatlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, uzoq umr ko'rishga hissa qo'shishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Humo Medservice klinikasi Janubiy Koreyadan keltirilgan zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlanib, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsata boshladi. Bu yerda aholiga terapevt, EKG, ginekolog, UZI, lor, nevropatolog, endokrinolog, urolog kabi tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Bugun bizning qishlog'imiz Bo'ston mahallasida mana shu tadbirkorimiz orqasidan diagnostika xizmat ko'rsatish markazi ochilyapti. Bundan xalqimiz nihoyatda xursand, mamnun. Nimaga deganingizda, oldinlari odamlar uzoqlarga borishar. Endi hozir mana qanaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa, hammasini mana yaratib beryapti. Maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish. Ta'kidlash joiz, prezidentimizning tashabbusi bilan mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar avvalo inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolar salomatligini mustahkamlash, ularning hayotdan bugungi davr islohotlaridan rozi bo'lib yashashga xizmat qilmoqda.